Assalomu alaykum, Xushtaka. Va alaykum assalom. Buni qo'y. Ishxonada nechta farrosh bor? 4 ta. Tinchlikmi, xo'jayin? Bular orasida yoshi kattarog'i, qiynalgan, kambag'al, yetim boqadigan, xullas, shunga o'xshashi bormi? Farida xola aytyapsiz. Ha, o'zi qayerda? Tepa qavatda yig'ishtirayotgandilar. Xushtaka. Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Farida opa, sizmisiz? Ha? Yaxshimisiz bolam? O'tiring xola. Tinchlikmi? Tinchlik. Xola, ayting, nima muammoyingiz bor? Nolimayman, bolam. Hech qanaqa muammoim yo'q, bolam. Xola, tortinmasdan aytavering. Bolam. Meni dardim Allohimdan boshqasiga yuk bo'ladi. Farzandlarim bilan sinaldim. Sog'ligim bilan sinaldim. Qiyinchilik va yo'qchilik bilan ham sinaldim. Allohim meni shu qadar yaxshi ko'rar ekanki, hozirda yakka yolg'iz yodgorim nabiramga dard berib sinayapti bolam. Mana shu nabiramni davolatsan bo'ldi. Boshqa meni armonim qolmaydi bu dunyoda bolam. Nabirangizda o'zingiz davolatsam, hamma sharoitlaringizni qilib bersam, rozi bo'lasizmi? Bolam, men sizdan shundan ham roziman. Shukr, mana sizni korxonangizda ishlab, ro'zg'orim butib bo'lyapti. Nega unda ustimdan arz qildingiz? Nega? Nima? Kimga? Menmi? Siz meni hozir kim bilandir almashtiryapsiz shekilli. Men hech kimga ustidan arz qilmadim, bolam. Arz qilgansiz. Allohga arz qilgansiz. Kecha tush ko'rdim. Shunda jazirama issiq ekan. Soya izlab bir daraxt oldiga bordim. Kirmoqchi bo'lsam, 5-6 ta odam ko'ksimdan itarib, "Sen bu yerga kirmaysan" dedi. Nega axir deb so'radim. Ishxonangda xodimlaring orasida bir keksa ayol bor, qiynalgan. Toki shuni rozi qilmagunimcha senga bu soya harom dedi. Xola, nega o'zimga arz qilmadingiz? Nega o'zimga? Bolam, men boshliqlar ustidan boshliq bo'lgan Allohimga duo qildim xolos. Mana Allohim meni eshitib, siz menga o'zi yuboribdi. Elmurod. Labay xo'jayin. Kechaga olgan uyimiz bor-ku. Shu uyni bugunoq xolamiz nomlariga rasmiylashtirib berasan, bugunoq o'chirasan. Nimaki kam ko'z bo'lsa, nima muammo bo'lsa hammasini hal qilib berasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi xo'jayin. Bor. Xolajon. Mana uni oling. Oling xola, oling, faqat mendan rozi bo'lsangiz bo'ldi. Oling xola. Oling. Nimaki kam ko'z bo'lsa ishlating. Faqat sizdan iltimos. Mendan rozi bo'ling. Rahmat bolam. Rozi bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizdan bolam. Alloh rozi bo'lsin. Iloyim umri ziyoda qilsin. 2 olam saodatini bersin bolam. Allohim o'zi jannatlar soyasidan sizga joy bersin. Boshingiz omon bo'lsin bolam. Amin. Rahmat. Sizga rahmat. Rahmat. Vaqf xayriya jamoat fondi